Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Har bir inson borliqni o'z ko'rganicha tushunadi, ammo haqiqat hech qachon bir nuqtadan turib to'liq ko'rilmaydi. Kimdir hodisaning bir tomonini ushlab, uni butun deb o'ylaydi, kimdir esa boshqacha talqin qiladi. Shunday paytda asl haqiqatni anglash uchun kengroq nigoh, chuqurroq tafakkur va adolatli qarash zarur. Quyidagi hikoya esa aynan shu haqiqatni eslatadi. Ko'rlar va fil. Bir kuni ko'rlar mamlakatiga bir fil keladi. Har bir ko'r filning faqat bir qismini ushlab, uni boshqacha tasvirlaydi. Biri oyog'ini ushlab terakka o'xshaydi deydi. Biri xartumni ushlab mo'riga o'xshaydi deydi. Boshqasi filni qornini ushlab devorga o'xshatadi. Yana boshqasi dumini ushlab supurgiga o'xshatadi. Har biri o'z bilganini haqiqat deb bilib, boshqalarni inkor qiladi. Natijada bahs, g'avg'o, hatto haqoratlar boshlanadi. Ammo ularning yonida turgan ko'zi ochiq, orif bir odam haqiqatni eslatadi. Sizning hech biringiz filning butun holicha ko'rmadingiz. Har biringiz faqat bir bo'lagini ushlab, uni haqiqat deb bildingiz. Hikmat shunda, inson ham ko'r kabi bo'lib qolsa, voqelikning bir qirrasini ko'rib, uni to'liq haqiqat deb o'ylaydi. Asl haqiqat esa keng nigohda, sof qalbda va to'g'ri tushunchada yashaydi. Payg'ambarimizning buyuk duosi bejiz emas. Yo Rab, haqni haqligicha, botilni botilligicha menga ko'rsat. Ey o'quvchi, bu qissa sizga haqiqatni asl mohiyatini anglash uchun saboq bo'lsin. Agar hikoya sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, fikringizni qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi ibratli hikoyalarda uchrashguncha sog' omon bo'ling.